Assalomu alaykum. Hop, yangi darsimiz Unit 128, 128-bob. 128-bobimizni mavzusi buy. Buy ham ingliz tilida ko'p ma'noga ega bo'lgan predloglardan, so'zlardan hisoblanadi. O'sha ma'nolarni bu yerda birma-bir beryapti. Har birini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Buy. Hop, buyni nima ishlatamiz? Mana birinchi qismi. You can say that something happens by mistake, by accident, by chance. Ya'ni mana bular iboralar. Bularni yodlab qo'yishlar kerak bo'ladi. Yodlab qo'yishlar kerak bo'ladi. Hop, ya'ni by mistake degani bu xatoan degani. Xatoan, yanglish degani. Yanglish holatda by mistake degan xatoan, yanglish, ya'ni tasodifan deymiz-ku, o'sha yanglish degan ma'noda. Yanglish holatda xatoan degan ma'noda bildiradi by mistake. By accident degani tasodifan, by chance beixtiyor degani, beixtiyor. Endi bular hammasi bir-biriga xullas sinonim. By mistake, by accident, by chance uchalasi ham bir-biriga deyarli o'xshash ma'nolarda ishlatiladi, hammasi ham. We hadn't arranged to meet. Demak, biz uchrashishlikni, ko'rishishlikni plan qilmagandik, reja qilmagandik. We met by chance. Aytayaptiki, biz beixtiyor ko'rishib qoldik, deyapti. Ya'ni tasodifan bular hammasi. Beixtiyor, ixtiyorsiz. O'zlari kutmaganda, o'zlari reja qilmagan holatda degani. By chance. Chance degani bilasizlar, bu o'zi imkoniyat degani, shans degani. Hop. By chance degani o'sha beixtiyor degan ma'noda. Hop, keyingisi, ya'ni bularni yodlab qo'yasizlar, by mistake, by accident, by chance'larni. So but we say do something on purpose. Lekin biz aytamizki, biror nimani on purpose, ya'ni o'sha qasddan demoqchi bo'lsak, by purpose bo'lmaydi, on purpose bilan. Uni o'tgan darsimizda o'tdik. Bu ham yodlanish kerak bo'lgan iboralardan. Do something. Lekin biz aytamizki, deyapti, biror nimani ataylab qilmoq, qasddan qilmoq demoqchi bo'lsak, on purpose deb aytamiz. You mean to do it. Ya'ni o'sha narsani siz qilishga nazarda tutgansiz. I didn't do it on purpose. Men uni ataylab qilmadim. It was an accident. U tasodifan bo'ldi. U tasodif edi degani. Note that we say by chance, by accident, it's hokazo, not by the chance, by an accident. Ya'ni o'sha aytayaptiki, biz mana bular ibora bo'lgani uchun by chance, by accident deb shundoqqina ishlatiladi. Chance da ham, accident da oldida ham noaniq artikl ishlatiladi, na aniq artikl qo'llaniladi. Hech narsa kelmaydi by bilan chance o'rtasida. Quruq o'zi yakka o'zi keladi. In these expressions, bu iboralarda we use by plus noun, without the and without a. Ya'ni noaniq ham, aniq ham artikl ishlatilmaydi. By'dan keyin bir danaga ot ishlatiladi. Keyingisi part B. Ya'ni bular iboralar. Bularni siz tarjima qila olmaysiz. Hop. We use by to say how somebody travels. For example, you can travel. Hop, aytayaptiki, mana biz yana birorta inson, biror kim qanday qilib sayohat qilishligini, qanday qilib biror nimada yurishligini aytmoqchi bo'lsak ham by deb ishlatamiz, deyapti. By. Endi ya'ni by da bu yerdagi ma'nosi aynan shu transportlarda oldin ishlatiladi. O'zbek tiliga tarjima qilganimizda da deb tarjima qilinadi. Lekin o'sha qanaqada vositasida degan ma'noda. Vositasida degan, vositasida. Transport vositasida yurasiz-ku siz, to'g'rimi? Vositasida. 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 Endi bizda mana bu tomonnigina faqat oxirgi qolgan qisminigina aytib da deb qo'yadi. O'zi aslida vositasida degani. By car, mashinada degani. Ya'ni mashina vositasida. Ya'ni siz qanday qilib yuribsiz, qanday qilib sayohat qilyapsiz? Ya'ni A tochkadan B tochkaga qanday borasiz? Piyoda borasizmi yoki bo'lmasam otda borasizmi, mashinada borasizmi yoki transport qanaqadir temir transport vositalaridanmi? Demak, o'shani siz by bilan aytasiz. By car, mashinada degani. By train. Ya'ni o'sha bir transport vositasi degan ma'noda. O'sha mashinaning ichida degan ma'noda emas. To'g'ri, mashinaning ichida bo'lasiz, lekin bu yerda o'sha transport vositasi degan ma'noda keladi hammasida. By train, poyezdda, by plane, samolyotda, by boat, nimada, qayiqda yoki kemada, by ship, bu ham kemada, endi bu qayiqda, bu kemada, by bus, avtobusda, by bike, velosipedda, etc. va hokazo. Jess usually goes to work by bus. Jess odatda ishga avtobusda boradi, by bike, velosipedda boradi, bikelar mashinada boradi. We do not use by if we say my car, the train, a taxi. Ya'ni ko'ryapsizlar, agar biz mana bu egalik sifatini ishlatmoqchi bo'lsak, my deb o'ziga bog'lab qo'ysangiz yoki the train demoqchi bo'lsangiz, ya'ni aniq artiklda ishlatadigan bo'lsangiz yoki a taxi deb turib noaniq bir artiklda ishlatadigan bo'lsangiz, demak ularni oldidan siz by ishlatmaysiz. By ishlatmaysiz. Hop. Shunchaki siz noaniqlik transport vositasida siz by car deysiz. Lekin siz uni oldiga anaqa egalik sifatini qo'ysangiz,
aniqlik kiritib qo'ysangiz, in my car deysiz, in ishlatiladi. In my car deysiz. Mashinamda deb tushunarlimi? Not by my car. By my car deb ishlatilmaydi. In my car bo'ladi. By train mana kelyapti yuqoridagi, lekin endi aniq artikl kirsa on the train bo'ladi, poyezdda bo'ladi. Tushunarlimi? On keladi. On the train. By the train bo'lib aytilmaydi. Hop, keyingi esa we use in for cars and taxis. Ya'ni biz o'sha taksilar bilan mashinalar uchun in ishlatamiz deyapti. O'zi zotan aytgandik-ku, o'sha nimada ichida demoqchi bo'lsa in ishlatiladi. Hop. They didn't come in their car. Demak, ular o'zlarining mashinalarida kelmadi. They came in a taxi. Ular taksida kelishdi. We use on for bikes in public transportation. Oldin ham aytdik, oldin ham keldi, oldingi unitlarda o'sha velosipedlar, o'sha ustiga chiqib o'tirib miniladigan nimalar, velosiped, mototsikllar yoki bo'lmasa ot-pot shunga o'xshagan narsalar yoki bo'lmasa o'sha transport vositalari borki, katta transport vositalariga nisbatan on ishlatamiz degan, katta transport vositalari, buses, trains on ishlatamiz. Xo'p, ya'ni qachonki o'sha aniq artikl kirsa bunga o'xshab yoki bo'lmasa mana bunga o'xshagan egalik sifatlari kirsa o'ziniki keladi. Bo'lmasa o'sha da demoqchi bo'lsak, shunchaki by ishlatamiz, bo'ldi, oldidan hech narsa kelmaydi. We traveled on the 6.45 train. Hop, ya'ni biz 6:45 mana 6.45 poyezdda sayohat qildik deyapti. Which arrived at 8:30. Ya'ni soat 8, ya'ni 8:30 da yetib borgan. 8:30da 8:30da yetib borgan 6.45 poyezdda sayohat qildi deyapti. Hop. Note that we usually say on foot. Ya'ni o'sha biz piyoda bordim demoqchi bo'lsak, piyoda yurib keldim demoqchi bo'lsangiz, ya'ni piyoda biror joyga borishni qasd qilsangiz, on foot deyiladi. Iborasi buniki on foot. Tushunarlimi? On foot. By foot deb ishlatilmaydi. Not usually by foot. Ko'ryapsizlar? On foot bo'ladi. Did you come here by car or on foot? Ko'ryapsizlar? Did you come here by car or on foot? Yani bu yerga siz mashinada keldingizmi yoki piyodami deyapti. We also use by to say how we do other things. Ya'ni biz o'sha shuningdek boshqa ishlarni biz qanday bajarishligini, qanday qilib bajarishimizni, ado qilishimizni aytmoqchi bo'lsak ham by ishlatiladi deyapti. Bu ham o'sha da degan ma'noda bildiradi. For example, you can say, misol uchun aytishingiz mumkin kelyapti mana, send something by post. Ya'ni biror nimani pochta orqali degan. Ya'ni bu yerda pochtadan desam bo'ladi, pochta orqali desam bo'ladi. Aynan shu degan ma'nosi by'da dan yoki orqali degan ma'noda. Orqali yoki dan degan. Yoki da ham beradi albatta. Biror nimani pochtadan jo'natmoq. Pay by card yoki by check. Ya'ni biror nimaga karta orqali yoki chek orqali to'lamoq degani. Karta bilan to'lamoq desa bo'ladi, kartadan to'lamoq, chek bilan to'lamoq, chekda to'lamoq yoki chek orqali to'lamoq degani. Do something by hand. Nimadir qo'lda bajarmoq degani. By hand ko'ryapsizlar? Nimadir qo'lda bajarmoq degani. Do something by hand. Can I pay by credit card? Demak, kredit kartada to'lasam bo'ladimi yoki kredit karta orqali to'lasam bo'ladimi degani. But note that we say pay cash or paying cash. Ya'ni shu narsaga e'tibor qilinglarki, biz lekin cash bor-ku, naqd pul. Naqd pul ishlashlikda biz endi buy deb emas, shunchaki cashni o'zini ishlatamiz yoki bo'lmasa in bilan ishlatamiz. In bilan. Yo in cash deysiz yoki bo'lmasa shunchaki pay cash deb aytasiz. Not usually buy cash. Odatda mana buy cash deb ishlatilmaydi. Pay cash, ya'ni naqd to'lamoq yoki naqdda to'lamoq degani. Naqd pul to'laymi yoki naqdda to'laymi deb aytamiz-ku bizda ham. Xuddi shunga o'xshash. Part C, we say that something is done by. Endi aynan shu mavzularni ham o'tganmiz. Esingizda bo'lsa, passive voice mavzusida o'tganda esingizda bo'lsa, passive voice ya'ni majhul nisbatda ish harakat kim tomonidan bajarilganligini ifodalamoqchi bo'lsak, by bilan ifodalar edik. Byni bu yerdagi ma'nosi o'sha passive voice da kelayotgan ma'nosi tomonidan degan ma'noda bildiradi. Tomonidan degan ma'noda. Passive voice da by kelyaptimi? Demak tomonidan degan ma'noda. Ya'ni ish harakatni bajaruvchi kim ekanligini ifodalashlik uchun ishlatiladi bu yerda. Hop, have you ever bitten by a dog? Ya'ni hech it tomonidan tishlab olinganmisiz? Endi o'zbek tilida bunaqa gap aytilmaydi albatta. Hech it tomonidan tishlab olinganmisiz deyilmaydi. O'zbek tilimizda, demak, siz hech it tishlab olganmi, hech yoki masalan bir kuchuk tishlab olganmi deb aytamiz, to'g'rimi? Bu yerda ham o'sha narsa. Demak, tomonidan degan ma'noda bildiradi. The program was watched by millions of people. Demak, programma, dastur millionlagan odamlar tomonidan ko'rildi degani. Ko'rildi yoki tomosha qilindi. Endi by bilan with this solishtiryapti, taqqoslayapti. By bilan with da. O'shanga ham e'tiborli bo'lasizlar. By bilan, by tomonidan, with this bilan.
The door must have been opened with a key. With kelyapti mana. Ya'ni eshik kalit bilan degani bu. Kalit bilan degan ma'noda. Eshik kalit bilan ochilingan bo'lsa kerak degani. Eshikni yoki kalit bilan ochishgan bo'lsa kerak degani. Kalit vositasida degani. Bu esa by esa tomonidan degan ma'no bildiradi. Somebody used a key to open. Ko'ryapsizlar, kimdir uni ochishlik uchun, ya'ni eshikni ochishlik uchun demak kalitdan foydalangan deyapti. Ya'ni o kalitni bu yerda vositasida, kalitni yordamida, kalit bilan degani. Ya'ni kalit orqali, kalit tomonidan ochildi degan ma'noda emas. Hop, the door must have been opened by somebody with a key. Mana aytibki, eshik. Hop, kalit bilan kimdir tomonidan, men birov tomonidan, birorta kim, allakim tomonidan ochilgan bo'lsa kerak deyapti. Demak, bu yerda kimdir tomonidan, mana by ko'ryapsizlar, kimdir tomonidan degani, with a key degani kalit bilan deyapti. Kalit bilan kimdir tomonidan ochilgan bo'lsa kerak deyapti. Kings, we say a play by Shakespeare, a painting by Rembrandt, a novel by Tolstoy. Ya'ni biz aytamizki deyapti, ya'ni birorta insonni asarini aytmoqchi bo'lsak, birorta insonni shu ijod asari bor-ku, ijod asarini aytmoqchi bo'lsak, odatda mana by bilan ajratiladi. Ya'ni o'sha bu degani nima degani? O'zi aslida a play written by Shakespeare bo'ladi-da o'zi. A play written by Shakespeare. Yani Shakespeare tomonidan yozilgan asar deganda o'zi ular tushib qolgan. O'shaning uchun o'sha tomonidan asar deganida Shakespeare tomonidan asar so'zsiz tarjimasi. Lekin biz o'zbek tiliga tarjima qilayotganimizda ning deb tarjima qilaveramiz. Ning. Tushunarlimi? Demak, birorta kimning siz ijod asarini aytmoqchi bo'lsangiz, o'sha ijodini aytib turib, keyin by dedingiz, keyin kimga tegishli, kim qalamiga mansubligini aytasiz. A play by Shakespeare. Demak, Shakespearening asari degani. A painting by Rembrandt. Demak, Rembrandtning o'sha chizgisi, painting rasmi, surati. A novel by Tolstoy. Tolstoyning nimasi? Romani. Tolstoyning romani degani. Ya'ni Tolstoy qalamiga mansub bo'lgan roman degani. Tolstoy yozgan roman degani. Hop, have you read any poems by Shakespeare? Demak, Shakespearening birorta she'rini o'qiganmisiz? O'qib chiqqanmisiz? Who is this painting by? Demak, bu painting demak kimga tegishli degani. Kimning nimasi? Ya'ni bu chizma, bu rasm, bu surat kimning rasmi deyapti. Hop, Picasso'nikimi? I have no idea. Bilmadim. Hop, Part D qismi by also means next to, beside. Ya'ni by ni yana bitta ma'nosi bu yonida degan ma'no bildiradi. Yonida, yaqinida. Mana o'shancha aytyapti, next to, beside. O'sha aynan shu by ni shu next to bilan beside da o'rnida ishlashingiz mumkin degani. By ishlatilgan o'rinda next to da ham beside ham qo'llashingiz ishlashingiz mumkin. O'sha yonida, yaqinida degan ma'no yonida. Hop, the light switch is by the door. Demak, mana bu svet bor, mana chiroq o'chiriladigan включатель. Demak, chiroqni nimasi? Chiroq включатель, demak, eshik yonida deyapti. Chiroq o'chirib yoqiladigan eshikda oldida, eshik yonida deyapti. Demak, bu yerdagi ma'nosi yonida degan ma'noda. By the river deb ishlatiladi-ku. Masalan, I live by the river. I live by the ocean. Demak, okean yonida yashayman. Yoki I live by the river. Men daryo yonida yashayman deb aytamiz-ku. O'shanda yonida degan ma'noda kelayotgan bo'ladi. Come and sit by me. Demak, yonimga kelib o'tir deyapti ular. Kelgin va yonimda o'tir deyapti. Ya'ni kelib yonimda o'tir deganda next to me deyapti-ku, o'sha ma'noda. Hop, keyingisi part E, last part. You can also use by to show the difference between two things. Ya'ni by shuningdek ikkita narsani o'rtasidagi farqni ko'rsatishlik uchun ham ishlatasiz deyapti. Va o'zbek tiliga, ya'ni birorta ikkita narsani siz farqini haqiqatda ham aytmoqchi bo'lsangiz, o'rtasidagi farqni aytmoqchi bo'lsangiz, o'shanda ham by deb ishlatasiz. O'zbek tiliga tarjima qilinganda ga deb tarjima qilinadi. Hop, ga deb tarjima qiladi endi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, o'sha by ni ma'nolari ko'p, har xil ma'noda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hop, birinchisi mana. Claire's salary has increased by 10% deyapti mana. Claire'ning oyligi, Claire'ning maoshi mana 10% ga, 10% ga oshdi deb aytayapti. It's now 10%. It's now 10% more than before. Ya'ni endi esa deyapti. Hozir oldinga qaraganda 10% ko'p deb tushuntiryapti bizga. Hop, next one. Carl won the race by 5 meters. Hop, demak, Carl race-ni, ya'ni o'sha poygani 5 metrga yutdi deyapti. Ya'ni 5 metr farq bilan deganida. Carl poygada 5 metrga yutdi. 5 metr farq bilan, o'rtadagi farq bilan.
He was 5 meters in front of the other runners. Ya'ni aytyaptiki, boshqa mana yuguruvchilar, boshqa poygachilarning oldida 5 metr oldinda edi deyapti. Bu mavzuyimiz, ya'ni by mavzusi shundan iborat edi. Bu mavzuyimiz ham inshaalloh tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh yana kelasi mavzuda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'linglar.